Xo'p, nega 90% trader o'zini pulini bozorda yo'qotadi? Bunga asosiy sabab birinchi o'rinda odam o'ziga bo'lgan, strategiyaga bo'lgan ishonchi. To'g'ri, bu sohada o'ziga bo'lgan ishonch обязательно bo'lishi kerak, lekin hammasini o'zini limiti bo'ladi. Ya'ni limitdan o'tib ketadigan bo'lsa, bo'ldi, sizlarga bu narsa teskari o'ynashni boshlaydi. Xo'p, professional trader bilan novichok trader asosiy farqi, novichok trader stop-lossdan keyingi holatda o'zini ushlab qola olmaydi, professional trader stop-lossdan keyingi holatda обязательно o'zini ushlab qoladi, nafsini, psixologiyasini hammasini zo'r kontrol qila oladi. Xo'p, meni ham vaqti kelganda asosiy pul yo'qotishimga sababchi bo'lgan narsa bu bitta stop-lossdan keyingi holatda keyingi entrylarim bo'lgan. Ya'ni qayta entry, bu holatda siz 100% analizga qarab ishlamaysiz. Ya'ni sizni ko'zingizga har bitta zona buy zona yoki sell zona ko'rinib ketadi. Bu videoni olishdan asosiy maqsad bu sohaga kirib kelayotgan yoki endi qiziqayotgan insonlarga ozgina ma'lumot bo'lishi uchun. Juda ko'pchilik bu sohada pulini yo'qotadi. Bu pulini yo'qotishda asosiy rol o'ynaydigan narsa bu o'zini psixologiyasi, o'zini nafsi bo'ladi. Bu strategiyaga aloqasi yo'q, umuman bu sohaga aloqasi yo'q, bu pulga ham aloqasi yo'q. Asosiy narsa psixologiya, nafs, stop-lossdan keyingi holatda odam o'zini ushlab qolish, umuman bozorda odam o'zini kontrol qilish. Hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Bu soha sizlar o'ylaganchalik oson soha emas. To'g'ri, balkim oson bo'lishi mumkin 2-3 yildan keyin. Ungacha ham sal qiyin bo'ladi. Hammaga omad.